Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Davushing salom boyataga o'xshab ketyapti. Shumbalaga o'xshab. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni konkurs bo'lib o'tdi. Ikkinchi son bolalar san'at maktabida. Shunda Grand Prix sohibi bo'ldim. Prezident Mixlas vazirli eshitgan ekan, taklif qilishdi. Ruxsat bersangiz, Kamzat Tanasov qo'shiqini kuylab bersam. Marhamat, marhamat. Qul hasta vujudimni mani yuritadi bir yo'l. Qoyil. San'atiga qoyil. Juda a'lo darajada. Bugun shu o'ziga teng, 4-sinfga teng, lekin mashina bo'lsin, prezidentdan sovg'a bugun. Janob prezident, salgina hayajon bo'ldi, bundan zo'r bo'lardi deydi. Jo'rabek, Assalomu alaykum, hurmatli prezident. ko'rding qanday yoshlarimiz o'sib kelyapti? Taniysanmi o'zi? Bilaman, Yangi bozor tumanidan. Yangi bozordan sherga yetib kelibdi, bu albatta mashina ketish kerak. Katta rahmat, hurmat. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchilar, alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar, ittifoqimiz. Har ko'ngilni chamon etmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari. Ko'rding qanday yoshlarimiz o'sib kelyapti? Yangi bozordan sherga yetib kelibdi, bu albatta mashina ketish kerak. Yurtboshimizni ishonchini oqlab, kelajakda mundan ham baland yuksaklarga chiqishiga omad. Kuni kecha prezidentimiz menga mashina sovg'a qildi. Buning uchun alohida rahmat aytib qolaman. Kichkina maktabim darajaga yetirdi. Rahmat buning uchun. Bu bilan albatta to'xtab qolmayman. Xudo xolisa O'zbekiston san'atini butun dunyoga tanitaman. Quvonchli kun bo'ldi, esdan chiqadigan emas. Yangi bozor tumaniga, Tozadoron mahallasiga shunday bir esdan chiqmaydigan kun bo'ldi. Yurtboshimizga ming rahmat.